Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, inkubator orzu bugungi videomiz o'zgacha bo'ladi. Ya'ni mana shu 100 ta uy tovuq tuxumiga mo'ljallangan inkubatorda bedana Texas paroda, ya'ni Belly Gigant Texas paroda bedanalarini ochirishni boshidan oxirigacha shu rolik orqali sizlarga yetkazib beramiz birodarlar. Ya'ni o'quv ochirish to'g'risida darslik istagan bo'ladi. Texas Belly Gigant bu tuxum va go'sht yo'nalishidagi bedanalar bo'lib, bu bedanalarda oq bo'ladi, peshonasida xoli bor. Hozir bu bedanalarni mana shu kiletkaga teramiz. Bu kiletkaga hozir kiletkasiga tersangiz 200 tadan oshiqroq sig'adi. Kiletkasini olib tashlasangiz 280 ta sig'adi. Aziz birodarlar, hozir inkubatorda ishga tushirib, nimasini qiyshaytirib, latogini qiyshaytirib suv quyib olamiz birinchi navbatda. Suv quyganda ikkita tomonda suv idish bor, bir tomoniga suv quyamiz. Aziz birodarlar, e'tibor bering. Bir tomoniga suv, ya'ni bir tomondagi bo'g'in, 3 bo'g'indan iborat bu 100 talik inkubatorlarimizda bu latogni mana shu tomonga qiyshaytirib, mana shu ugo'lnikka kelib tiralganda, qiyshaganda o'chiramiz o'rtadagi motor knopkasini. O'chirib, o'zimizga o'ng qo'yib olamiz suv quyishga, aziz birodarlar. E'tibor bering. Mana hozir kelib to'xtadi. O'chirdim. Endi esa siz mana shunday idishlarda, yarim litrlik baklashkalarda suv quyish uchun olsangiz juda ham udobli bo'ladi, juda ham quyishga bo'ladi. Mana shu qiyshaytirganingizdan keyin mana shu tomondagi bitta uzun bo'g'inini va undan keyin yana bitta kichik bo'g'inini, bitta katta, bitta kichik bo'g'inini suvga to'ldirib qo'yaverasiz. Oddiy sovuq suv, qaynatilgan bo'lishi shart emas. Iliq bo'lishi ham shart emas. Birinchi quyganingizda mana quydim, sovuq suv quyasiz, keyingi ochguncha bo'lgan jarayonda suv quyishda iliq suv quyiladi. E'tibor bering. Endi esa inkubator latogini tekislab olamiz. Shu holatda tersangiz ham bo'laveradi. Qiyshiq holatda endi men tekislab suv quyaman. Kechirasizlar, tekislab tuxum teraman. Latogni tekislab oldim. Endi esa tuxumlarni terishni boshlayman. Tuxumlarni terganda bedana tovuq tuxumlarini hamma parranda g'oznikidan boshqa hammasini uchini mana shu 3 tomonini e'tibor bering, 3 tomonini pastga qilib terasiz. Mana shu zanjir tomonidan tergan maqsadga muvofiq bo'ladi. Zanjir tomonidan terilaveradi. Terish davomida agar sizda mana shunday katta tuxumlar chiqib qolsa, juda ham katta, mana shu mana. Bu Belly Gigant Texas parodalarining tuxumlari juda ham katta bo'ladi. Yapon manjurdiki mana shuncha bo'ladi asosan tuxumlar. Texasnikida ko'p bo'ladi, katta, yiriklashgan bo'ladi. Chunki uni Texas parodani bedanani o'zini jasadi ham shu katta bo'ladi-da, juda ham katta bo'ladi. 400 gramm, yarim kilogacha go'sht qiladi agar go'shtga bossangiz astoydil. Tuxum va go'sht yo'nalishida bossangiz 350 gramm, 300 grammgacha go'sht qilaveradi. Yapon manjurlarniki aziz birodarlar 150 gramm, juda bo'lsa maksimum 200 grammdan oshmaydi. Hozir 226 ta mana shu turishiga tuxum sig'di, terib bo'ldik, suv quyildi. E'tibor bering, birinchi suv quyasiz, keyin tuxum terasiz. Endi mana shu holatda inkubatorda hozir biz qiyshaytirib, 45 gradusga qiyshaytirib start beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana o'zingiz ko'ryapsiz, inkubator ishga tushdi va mana hozir inkubatorda latogini mana shu nuqtaga olib kelib, mana shu ugo'lnikka olib kelib. Mana shu ugo'lnikka tiralgandan keyin, tiralib zanjirini ham tortib oladi, e'tibor bering. Qo'lingiz turchatilda turishi kerak. Shu momentni o'tkazib olmasligingiz kerak. Mana hozir kelib tiraldi, mana tiralyapti, hozir tiraladi va qana tiraldi. Endi qarang. Endi bir tuxumlarni ko'rib chiqadi. Mana holatimda o'zingizdan ko'rdingiz, qimillab ketishlar bo'lyapti. Mana shu kattalari tushib ketib sinishi ham mumkin. Sheri shu kattada, katakka ham sig'mayapti mana shu. Endi biz buni nima qilamiz? Buni hozir bu tarafga aylantirib ko'ramiz, tekshiramiz. Mana ketdi. Hozir o'chirib yoqdim, yana start berdim. Mana shular o'sha talchonda yoki nimada tushib ketish ehtimoli bo'ladi. Mana yoqdim. Hozir endi bu tarafga aylantirib bir tekshirib ko'ramiz, aziz birodarlar, e'tibor bering. Bu tarafga aylanishini ko'ramiz hozir. Mana bunaqangi kattalari mana qolipdan siljayapti-da, mana qimirlayapti. Yapon manjurdiki kichikroq bo'ladi, u yaxshi joylashadi. Lekin Texas Belly Gigantlarniki juda ham katta bo'ladi, shuning uchun bu bedanani o'sha maxsus latogiga yaxshi joylashmaydi, kattaligini hisobiga. Hozir 45 gradusga bu qiyshayadi, to'liq 45 gradusga. Shu 45 gradusga qiyshaganda tushib ketishini oldini olishingiz kerak albatta. Bunday holatlarda shu yoniga pukek yoki birorta bir shunaqangi narsalardan qistirib qo'yib mahkamlasangiz ham bo'laveradi. Hozir mana qo'ydik. Tuxumlar tayyor, bo'ldi, mana suv quyildi, tuxumlar terildi. 3-4 marta aqqa qilib aylantirdim. Mana gradus hozir bitta bunda oxirgi marta pasaytirilgan. Tuyoq tuxumini ochirganmiz. Hozir mana 37.8 ga qo'yamiz aziz birodarlar. 37.8 ga qo'ydik. Yana bitta tekshiramiz. Ketdi mana. Hozir hamma kurchatirlar birinchi, ikkinchi yonib, aylantirdik rosa. Endi esa Xudo xolasa buni namliklar ishlayapti. Qopqog'ini yopib Allohdan so'rab qolamiz. Inshaalloh Allohning mo'jizasini birgalikda ko'ramiz inshaalloh. O'zi barakotini bersin. Allohu akbar. Bedanalarimizga bugun 5-kun bo'libdi. 49 ga tushibdi. Endi 5 kun ichida bir marta suv quydim, bo'ldi. Meni sharoitimda shunaqa, xona harorati yaxshi, bir donagina fortishamiz, ochiq turibdi xolos. Endi mana shu holatda qarang, suv quyish kerak, 49 ga tushdimi suv. Endi suvni men mana bu tomonga quyyapman, varongada quysam bo'ladi yoki bo'lmasam yana bitta bo'lib yo'li bor. Mana bunday idishda yarim litrlik baklashkani olib, mana bu motorni knopkasini o'chirasiz va yoqasiz boshqatda. Endi lator harakatga keladi. Mana signalizatsiya ishlab ketdi. Mana shu termoregulyator orzu inkubatorlarda kimda bo'lsa, signalizatsiya L harfi bu haroratni tushganini bildiradi. Minusni bosib qo'yasiz, mana 34, 8, 34, 7 ga tushadi. Mana tuxumlarimiz 5-kundan boshlab
hammasi nafas olishni boshlaydi aziz birodarlar, e'tibor bering. Bularni avaskop qilish juda ham qiyin. Mana ko'ramiz, mana bedana tuxumlari juda ham mana mazkurligi uchun 5 kunda endi unchalik rivojlanmaydi, 8 kun bo'lganda rivojlanishi mumkin. Shuning uchun bularni avaskop qilish tovuq tuxumidan osonroq. 226 ta bedana tuxumlari joylashgan yerda, mana latogiga mana shunday to'liq 226 ta aziz birodarlar, e'tibor bering. 100 ta uy tovuq tuxumiga mo'ljallangan inkubatorda ichida 220. Agar o'ziga tersangiz, salkam 300 ta ketadi. Agar o'ziga erinmay tersangiz. Mana hozir bu tarafga kelib to'xtab qolganligi uchun endi esa suv idishlarini ko'ramiz. Suv idishlarimizda suvlar kamayib qolibdi. Shuning uchun namlik tushgan. Mana suv idishga suv quyishni e'tibor bering. Juda ham oson mana shu yarim litrlikda suvni mana shu mana bunisida esa mutlaq kamayibdi. Mana ko'ryapsiz a. Bu tomonida ham, bu tomoniga ham xuddi shu ahvolda quyiladi. Xuddi shunday qilib quyiladi. Mana bir tomonini umuman to'ldirib tashladim. Menda chunki bu inkubator universal inkubator, tuyoq shunga ham mo'ljallanganligi uchun mana bu yerda idishga bor. Shuning uchun ko'proq rasxod qiladi suvni. Shuning uchun bu tomoniga ham to'ldirib qo'ydim. Bir tomon suv to'la. Hozir tezda qopqoq yopiladi. Hech qanday bir nima qilish yo'q. Ko'p uzoq vaqt ushlab turish yo'q, aziz birodarlar. Qopqoqni yopamiz va svetni o'chiramiz. Bu ikkita knopka doim yonib turadi. Bugun 8-kun bo'ldi. 7-kundan boshlasa ham bo'ladi sovutish. Inkubatsiya jarayonida tovuq, bedana va hokazo shularni sovutish kuni keladi. Tovuqlarniki 11-12-kun, bedanalarniki 7 yoki 8-kundan boshlasa bo'laveradi. Yoz paytlari 7-kun, kuz, bahor, qish paytida ochilgan bo'lsa 8-kundan boshlayverasiz. Mana hozir ayni paytda sovutishni boshlaymiz. Sovutib mana qopqoqni ochasiz. Inkubatorda shu bir dona knopkasini shunday o'chirasiz va akkumulyatordan ham o'chirasiz. Menda akkumulyator ulanmagan. Endi esa suv, mana suvlarimiz chiroqni yoqimanda ko'rsatib qo'yaman. Mana suvlar kamaygan aziz birodarlar, chunki nimaga? Richak surilgan va yonboshdagi eshik ochiq turibdi. Mana endi suvni hammada har xil rasxod qiladi suvni. Mana signalizatsiya ishlab ketdi, inkubatorimizda signalizatsiya mavjud. Hammada har xil. Xona dimroq bo'lsa, masalan, hozir lato aylanib ketdi. Bu tarafga borib kelishini kutamiz. Agar suvlar xona harorati dimroq bo'lsa, namlikda sekin rasxod qiladi. Agar xonada skvoznak bo'lsa, hozir skvoznak qo'ysa bo'ladi, ya'ni fortishkalarni ochib, eshiklarni ochib, kunduzi kechqurun yopib qo'yaverasiz. Shunda havo almashuvi yaxshi bo'lsa, suv ko'proq rasxod qiladi. Lekin bir tomondan yaxshi ko'proq rasxod qilgani ichidagi havo tez almashadi. Lekin juda cherishib har kuni quysangiz ham bo'lmaydi. Menda mana 2 kunda birinchi nimasida bir 4 kunda quydim, adashmasam. Endi hozir mana 2 kunda yana mana endi bu tarafga to'xtadi, knopkani o'chirib yoqdim. Bu tarafga kelib to'xtaydi. 2 kunda quyapman. Kamayibdi, lekin juda kamayib ketgani yo'q. Kamaygan birodarlar. Shuning uchun tuxumlarning holatini mana shunday qilib, agar yechakada bo'lsa, qo'lingizga bitta kattarog'ini sindirib qo'ymay, ushlab ko'rasiz. Eng zo'r o'lchov soviganligini bu ko'z qovog'ini tagiga qo'yib ko'rsangiz, issiqligi agar baland bo'lsa, issiqroq sezsangiz turaveradi. Agar tezda 5 minutga qo'yasiz, budilnik qo'yib qo'ysangiz, maqsad demoqchi bo'ladi. 5 minut, havo sovuqroq bo'lsa 3 minut, 4 minut ham yetadi. E'tibor bering, 3 minut, 4 minut. Mana shu sovutish boshlanganda iloji bo'lsa, agar erinmasangiz, mana shu tuxumlarni o'rnini almashtirib qo'ysangiz, masalan, bu tomon sekin bir kunda 2 qator, 3 qator, 4 qator erinmasdan sindirib qo'ymagan holatda latogni tekislab olib qilsangiz, bundan ham zo'r bo'ladi. Mana hozir bu tarafga kelib to'xtadi. Endi esa mana suv idishlarini suvga to'ldiramiz. Mana salgina kamayibdi, juda kamayib ketgani yo'q. Mana bu tomondagi ham sal pastga tushib qoldi. Mana yarim litr suvni bo'lib quyib yubordim. Yarim litr aziz birodarlar, e'tibor bering. Suv ichida normal mana. Endi buni tekislab olish uchun mana o'rtadagi knopkani o'chirib yoqasiz, harakatga keladi. Yoki bo'lmasam, mana bu kimdadir bo'lsa, ruchnoy переворот, ba'zi bir inkubatorlarga qo'yganmiz, knopkasini bossangiz tekis bo'ladi. Sovutish jarayonida tekis holatga olib kelib, sovutishni o'z inkubatorni polni o'chirib qo'yish kerak. Hozir men tushuntirganligim uchun sizlarga nima qilyapman. Mana o'chirdim, inkubatorda mana tekis holatga keldi. Endi esa mana bu tomondagini o'rtaga olaman, o'rtadagini bu tarafga olaman. Almashtirib tursangiz zo'r bo'ladi. Va nihoyat bugun 15-kun. 15-kuni ham sovutiladi, ham tuxumlar yotqizib qo'yiladi. Aziz birodarlar, endi bugun bedanalarda 15 kunda, tovuqlarda 18-kuni kechqurun, kechki payt, shomdan keyin mana 8 mi 7 mi farqi yo'q. Latokni tekislaymiz. Latokni tekislab olib, yechaykalarni hammasini olamiz. Tuxumlarni yotqizib chiqamiz. Tuxumlarni yotqizishda o'ng tarafdagilar chapga, chapdagilar o'ngga qilib aralashtirib olish kerak. Shunga e'tiborli bo'lishimiz kerak aziz birodarlar. Mana endi hozir inkubatorda hozircha o'chirmay turaman va
yecheykalardagi tuxumlarni olaman. Mana ko'ryapsiz. Olaman. Setkani qo'yamiz tagiga, setga yozamiz. Tekislar bo'lgandan keyin akimlarni bochaman. Latolga tekislar, tuxumlarni bu tarafdagilar bu tarafga yotqizib chiqaman. Bismillah. Hop, tuxumlar terildi, suv idishlar to'ldirildi. Endi e'tibor bering, mana shunday yuvilgan eski futbolkalardan yirtiqlarini toza bo'lishi kerak albatta. Mana shu qirg'oqlarga qo'yib chiqiladi. Sababi bu bedana jo'jasi juda ham kichkina bo'ladi va bu pastga tushib ketsa nobud bo'ladi. Shuni oldini olish uchun mana shunday materiallardan o'rab qirg'oqqa qo'yib chiqqan maqsadga muvofiq bo'ladi. Juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki ko'pchilikda bo'lgan shunaqangi holat. Bu yangi ochib chiqqan bedana jo'jalari bu xodets bo'ladi. Shilliqqa o'xshab tushib ketaveradi aziz birodarlar. E'tibor bering. Mana shunga sal endi tovuqniki tushib ketmaydi, lekin tovuqnikiga ham qo'yib qo'ysangiz bo'laveradi. Mana shunday qilib qo'yib chiqsangiz, mana juda ham akkuratli qilib, chiroyli qilib qo'yib chiqasiz aziz birodarlar. Albatta buni mana shu joylariga kiygizib chiqqan ma'qul bo'ladi. Mana bo'ldi. Endi esa inkubatorda ishga tushiramiz. Gradus 37.6, ertaga 16-kuni 37.5 ga tushirib qo'yaverasiz. Mana endi qopqog'ini yopib, bismillah. Alloh o'zi barakotini bersin. Duo qilib, chiroqni o'chirib qo'yaverasiz. Ertaga 16-kuni ochish boshlanib qolsa, gradusni yana 0.1 ga tushirib qo'yiladi. Aziz birodarlar, ochish boshlandi. Mana bugun 16-kundan ochishmoqda. 16-kun kunning ikkinchi yarmidan boshlandi ochish. Mana xudo xolasa ketdi mana. Ochish avjida mana oynalar tillab ketgan. Namligimiz 83 mana. Qopqog'ini ochib yopasiz. Mana bu tomonda даже nima ochiq ham turibdi bitishga. Baribir ko'tariladi. Nimaga? Chunki jo'ja ochishi bilan ichidan hovur chiqishni boshlaydi. Qarang, qancha ko'rinmay ham ketgan. Tezda po'chag'ini bir partiya terdik mana. Hozir yana bir partiya mana virqirab ketgan mana. Badraq bo'lyapti mana. Tezda uzoq vaqt nima qilmaysiz bu. Hali yarim soat oldindan bir po'chag'ini terib tashladik. Mana hozir chiqqanlar mana. Mana qaynayapti aziz birodarlar. Allohning mo'jizasi bu. Mana barakotini bergani mana shu bo'ladi mana. Ko'ryapsizlar mana. Mana chaqilyapti mana hammasi. Mana. Hammasi chaqilyapti. Signalizatsiya ishlab ketdi. Signalizatsiya bor. Inkubator orzu aziz birodarlar. Marhamat mana. Mana bedanachilik bilan shug'ullaning, gazini bosing. Mana hozir mana chiqdi tuxumlar mana. Chiqdilar bu kishim. Tushib ketibsiz mana. Ko'ryapsizmi mana? Bunday qilib bosib turaverasiz. Tovuqnikidan bedananiki juda ham oson va tez. Bitta paket qo'yib olasiz mana shu yerga. 16-kun aziz birodarlar. Marhamat mana. Mana bu kishim mana chiqyaptilar mana. Mana. Mana yong'oqni chaqqanday chaqib olaverasiz mana. Bedana shunaqa mana yana bitta mana. Ko'ryapsizmi mana? Mana mag'zi yong'oqni chaqqanday deb mana. Mana. O'zi barakotini bersin. Po'chali olib tashlasangiz bemalol jo'jalarni olishga harakat qilmaysiz. Chunki mana jo'ja qurigan, lekin ichida qolaversin ertagacha. Yana ham juda ham baquvvatligi sog'lom bo'lib chiqadi. Lekin mana bu burchaklar ochiq qolmasligi kerak. Hamma joyini bekitib chiqasiz mana. Ko'ryapsizmi? Badraq bo'lib ketdi-da, badraq bo'lib. Badraqni ham olovga tashlasangiz qozonga taqillab chiqadi-yu, xuddi shunday Alloh barakotini bergani mana shu bo'ladi mana. Mana shu burchakka to'planish bo'lgan. Qovushlab olib tashlayverasiz. O'lib qolmaydi mana. Ichida qolsa bitta tuxumni tashlab oldimmi? Hech nima qilmaydi mana. Mana chiqyapti, xudo xolasa. Ertalabgacha qoldiramiz. Mana. Mana. Mana bo'ldi. Uzoq ochib turmaymiz. Namlik tushib ketdi mana. 39. Aziz birodarlar, inkubator orzu, marhamat, Allohning mo'jizasi. Hop, 17-kun bugun. 17-kuni bularda endi o'sha quridi, yaxshi. Mana hozir bruderga olsak bo'laveradi mana. E'tibor bering, juda ham zo'r paxmoqdek bo'lib quridi. Bularni endi bruderga olamiz. Bismillah. Endi albatta ularda mana urug'lanmagan, mana shular urug'lanmagan. O'zi